Assalomu alaykum umid kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz aqlli Nasriddin apandi. Burungi zamonda nihoyatda aqlli bir kishi o'tgan bo'lib, uning ismi Nasriddin apandi ekan. Nasriddin apandi eshkiga minib, ko'cha-ko'cha, yurt-yurt aylanib yuradi ekan. U aq ko'ngil, zirak odam bo'lib, nomrod fuqarolar uchun yaxshi ish qilib beradi ekan. Hammalar uni nihoyat yaxshi ko'radi ekan. Fuqarolarning Nasriddin apandini bak yaxshi ko'rdiganligini anglagan podshohning ko'ngli bearam bo'libdi-da, uni chaqirib kelib toza bir boplamoqchi bo'ldi. Podshoh: "Nasriddin apandi, seni bek aqlliq deb anglayman. Undaqda men bugun sendan bir savol so'rab baqay. Agar savolimga javob bera olmasang, qo'llingni olaman" debdi. Nasriddin apandi qilich tantirmasdan: "Bo'ladi olilari. Qani savollarini so'rsalar" debdi. Podshoh so'rabdi: "Osmonda qancha yulduz bor?" Apandi podshohning o'ngini ko'rsatib turib, "Osmondagi yulduzning soni silining soqollarining soni bilan o'tma o'xshash olilari" deb javob beribdi. "Undaqda tepib bor. Mening soqolimning soni zodi qanchalik?" debdi podshoh soqolini silab turib. Nasriddin apandi sal o'ylanib olib, eshkining quyrug'ini tutib turib, "Silining soqollarining soni mening eshkimning quyrug'idagi tukining soni bilan o'tma o'xshash olilari. Ishonmasizlar, qani sanab ko'rsinlar" debdi. Buni anglagan podshohning soqollari titrab ketdi va g'azablangan holda: "Sening yuraging qopdek bor ekan. Eshkingning quyrug'i bilan mening soqolimni silishtirgudek bo'ldingmi texi?" debdi. Podshoh lashkarlarga apandini yollab olib chiqib, qavmisini erishni buyurdi. Lashkarlar edilib berib apandini tutibdi. Lekin apandi qo'rqish yo'q tursin balki qaqoqlab kulib ketdi. Bundan ajablangan podshoh: "Sen o'lim girdobida turibmi, nemishqa kulasan?" deb so'rabdi apandidan. Apandi yana kulib turib: "Men bugun o'ladiganligimni xili burunli bilardim. Men o'zimning qachon o'ladiganligimni bilib qolmay, yana janoblarining o'ladiganligini bilaman texi" debdi. Aslida o'limdan baq qo'rqadigan podshoh bu so'zni anglab qo'rqqanidan darhol: "Zodi bu so'zing rostmi?" deb so'rabdi. Apandi "Albatta rost" deb javob beribdi. Podshoh: "Qani tezligina, men qaysi kuni o'laman?" deb so'rabdi. Apandi: "Seni mendan faqat bir kun keyin o'lila olilari. Men bugun o'lsam, erta seni o'lila" debdi. Podshohni titrab ketdi. "Apandi, sen hargiz o'lmagin" deb qo'rqib ketdi. Podshohning kuchlanib ketganligini ko'rgan apandi hayyorlik bilan: "Undaqda meni tinch turmush kechirgili qo'ysizlar olilari" debdi. Podshoh lashkarlarga qarab, uni tezdan qo'yib o'tinglar, u hargiz o'lmasin. Agar u 10 ming yil yashay olsa, u chaqda men 10 ming yil bir kun yashay olayman debdi. Podshoh apandiga nihoyat ko'p oltin yomg'irlarni beribdi. Apandini yana o'zining bir yurish tagisiga o'rinlashtirib, baxtli turmushga erishtiribdi. Podshoh o'rdisidan naqir qadam tashlab chiqib ketayotgan apandini ko'rgan podshoh uning kaynidan qarab: "Xudoyimga omonat, siz menga omon bo'ling apandi"
depdi. Nasriddin efendi padişah bergen altı yambalarni kambag'allarga bo'lishtirib beribdi. Nasriddin efendi eshkiga minib yo'liga ravon bo'pti. Do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.